Demak, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Agar mana shu 3-qismni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang, iltimos. Qarochi biz mana shu joydan to'xtatgandik. Demak, sizlarga karuselni o'rgatyapman. Xuddi shunday uzum saytida ham mana bunday karusel bor edi. Demak, kelinglar, biz mana bunday joyga kelinglar, biz nav deymiz. Ya'ni nav, bu navba. Ya'ni mana bunday joy ko'rib turayotgan bo'lsangiz, navbat deb qidiramiz. Har doimgidek aytganimdek, biz o'zining sayt Bootstrapning o'zini saytidan ko'chirib olamiz. Va kelinglar mapdan qo'yamiz mana. Agar bunday o'ynani kattaroq qilsak, mana bu navbat bosh sahifa, qandaydir link, manta qandaydir narsalar qo'yasiz xohlagan. Mana tugma, mana manta qidiruv, manta qidirish tugmasi mana. Demak, xuddi mana bunday saytga o'xshash mana. Mana masalan mana savat saqlanganlar mana manta qidiruv tugmasi mana. Katalog. Bu esa boshqacha mana qidiruv. Kelinglar, sizlarga yana Bootstrapning yana bitta foyda nima deydi? Mana masalan form elementlarini o'rgataman. Form deymiz. Mana bunday disconnected form deymiz. Ha mana. Keyin buni ko'chirib olamiz. Ya'ni bu bizga nima qilib beradi? Demak, hozircha ko'rinish shart emas. Biz manga bosgan chiqib kelaveradi. Bizning o'ynamiz sal kichkinaroq bo'lgani uchun uncha yaxshi anaqa qilmaydi. Demak, manta kattalashtirib ko'rinishi yaxshiroq bo'lsa, mana siz kirdingiz va o'zingizda email adresingiz, ya'ni el-pochtangizni kiritmoqchisiz. Bu esa uning el-pochtangizda albatta parolni kiritasiz. Albatta bu yerda parol hech qachon hech kimga ko'rinmaydi. Manta mana bunday parol manta anaqa tak o'zimda saqlash va mana submit. Manta esa sal boshqacharoq shunaqa. Demak, Bootstrap shunaqa oson. Demak, siz shunchaki kirasiz va uning o'zining saytidan har xil narsalar qidirasiz. Buni hattoki o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi, albatta. O'zingiz qo'lda yozib chiqsangiz bo'ladi, lekin bu uncha oson bo'lmaydi. Kelinglar, sizlar kartlarni anaqa qilsam. Kart deylik. Tak, bu xo'sh form elementi mana. Demak, bu yerga kart qo'yamiz va mana bu tepadagi imagedagi suratni ko'chirib olamiz. Ya'ni URL kartinkasini demak, yana image degani rasm degani, sirasi esa uni o'qish degani. Mana masalan, bitta card title degan joyni o'chirib mashina desak bo'ladi. Bu esa video uzun bo'lib ketyapti. Nimadir haqida. Va mapda go avesoni esa kelinglar sotib olish deylik. Demak, mana shunday anaqa bu Bootstrap mana ko'ryapsizlar, mana navbar har xil mana xuddiki bu uzum market, mana uzum sayti xuddi ana shundan qilingandek qilib ko'rinib turibdi. Mana bular mana men aytgandek manaqa ko'p bular ana sizlar sotib olish, mana uni haqida, narxi, nech pulga kelinishi. Keyin agar ularni hozir biz bunday qilsak, demak mana. Demak, videoni ko'rgan bo'lsangiz albatta like bosib obuna bo'lib anaqa qilinglar. Biz Bootstrapning foydasini ko'rsatdik. Avvalo videolarimda Bootstrapni ko'rsatganman sizlarga. Hammaga xayr va JavaScriptga
olg'a keyingi videolarda